Quyosh atrofida sayyoralar aylanishini, jumladan uning tortishish kuchi ta'sirida ushlab turilgan yer ham harakat qilishini yaxshi bilamiz. Kun va tunning almashinuvi yerning o'z o'qi atrofida taxminan 24 soat davomida aylanishi natijasida yuz beradi. Quyoshga yoritilgan tomon kun, teskari tomon esa tun hisoblanadi. Lekin Hazrat Mir Alisher Navoiy o'zining Hayratul Abror asarida 15-asrda bu jarayonni qanday ta'riflaydi? Poyoni yo'q samo moviy pardaday, juft taxtadan tashkil topgan nardaday. Ma'mur bo'lsin deya samo kun tuni, oy va oftob bilan bezagan uni. 12 burch tinmay aylanar mudom, turfa manzil sari shaylanar mudom. Oftob kezar samo uzra kun bo'yi, yulduzlar raqs tushar unda tun bo'yi. Zaminda ro'y berar gunohu savob, samovot qa'rida aks etar shitob. Tasodif va taqdir misoli g'anim, yaxshi yomon g'ayrat qilar betinam. Alisher Navoiy.